Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda stechkalarimizda silliqlaydigan apparatlarimiz haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, ko'rib turgan apparatlaring haqida qisqacha ma'lumot hamda narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'rib turgan vertolyot apparatlaring 60 sm, 80 sm hamda 1 metrlik variantlarda do'konimizga yetib kelgan. 60 santimetrlik variantini ko'pincha ustakalarimiz stechkalarimizni burchaklarini chiqargani kichikroq ob'yemlarga olib ishlatishadi. Apparatlarimizda farqlari nimada degan akalarimiz uchun farqlari ustidagi motorlari hammasiniki bir xil bo'ladi. 170 dizel porshinli variantlarda 7,5 ot kuchiga ega bo'ladi. Hammasi benzinli, o'zini yoqib qo'yadigan joylari alohida bo'ladi. Apparatlarimizda farqlari reduktorida bo'ladi. 60ligini reduktori kichikroq variantda, 80ligi o'rtacha hamda 1 metrligi eng katta reduktorga ega bo'ladi. Shunda farqi bo'ladi hamda tagdagi razmerlariga qarab narxlari oshib boraveradi. Undan tashqari mana tagdagi pichoqlarini alohida sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, apparatlarimizga qo'shib bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. Endi bularning narxiga keladigan bo'lsak, 60ligini narxi $250 dan, 80 santimetrligini narxiga keladigan bo'lsak, $350 dan hamda 1 metrligi $270 dan qilib beramiz. Kimga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan bo'ladi. Arzon narxlarda qilib beraveramiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yadigan obunachilarimiz uchun. Va stechkalarimizda tekizlaydigan apparatlarimizdan ham yetib kelgan. Vibro-rekalarimiz bo'ladi. Motorli, vibratsiya berib, tekizlab ketaveradi. Rekalarining uzunligi 1,5 metrli, akkumulyatorli variantlarda bo'ladi. Bularda ham ikki xil varianti bor. Akkumulyatorlari kattasi hamda kichkinasidan olib kelib qo'yganmiz. Kattarog'idan kattaroq ob'yemga ishlataman degan akalarimizga 4 metrlik benzinli variantidan ham tashqarida turibdi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa apparatlarimizdan do'konimizga yetib kelgan. Bundan tashqari barcha turdagi qurilish texnikalariga oid apparatlar bizning do'konimizda mavjud. Kelaverasizlar. Kanalimiz obunachilariga arzon narxlarda qilib beramiz.